Shunaqayam masofasi uzoq bo'ladimi eshitdiyam. Hech bo'lmasa veligim ham yo'q-da, tezroq boray desam. O'zim shu yaqin atroflardan ish topishim kerak. O'zi bo'lmayapti ish topmasam. Har kuni mashina uzoq joyga boraverasan. Undan nima foyda? Mayli bo'lmasa, ertaga bo'lsin-chi. Birorta ish topaman. Hozir esa shunchaki uxlayman. Voy. Voy, soat necha bo'ldi? Soatim ham yo'q. Bitta shu kravatimda o'zi bor. Nima qilsam bo'ladi endi? Qaydan ish topsam bo'lar ekan? O'sha kecha aytgan gapim. Hech qayerda ish yo'q, do'stlar. Hech qayerda. Menga ish bo'lsa ham do'stlar, nima deydi? Kunlik nima beradigan ish kerak-da. Qanaqa ish topsam bo'ladi? O'zi ish kerak emasmi? Siz qaydan paydo bo'lib qoldingiz? Men ish qidiryaptiraman, menga ish kerakdi. Ish kerak emasmi? Ish kerak emasmi? Siz kimsiz o'zi? Men shu yerda anosumanda bitta do'kon ochaman. Kafe ochaman. Ish kerak. Kelishib olaylik-da. Do'konmi, kafemi? Kafe. Kafemi? Ha, bo'pti. Nima qilishim kerak? Короче, sen men narsalar beraman, sen aytgan uyimga tashlab kelishing kerak. Shu aytgan manzilimga. Men dastavchikka o'xshayman. Ha? Yo'q, mana shu bitim bijab qo'yaman. Shundaymi? Mendan kattamisan, kichkinamisan bilmayman. Dastavchikka o'xshayman, Senga pul kerakmi? Bo'pti, yuring-chi idorangizga. Ketdik. Menga qarang-da. Iloji bor bo'lsa-chi, kunlik kerak-da pul menga. Kunlik berishingiz kerak. Yaxshi-da, kunlik bo'lsa. Bo'pti. Iloji bo'lsa qanchadan bermoqchisiz? Iloji bo'lsa shu 32 puldan bermoqchiman. 32 dollar, 30-40 dan bermoqchiman. Kunlikka. 40 dollardan bermoqchiman-da. 32 dollardan? Ha, mayli bo'laveradi. Ishim uncha qiyin bo'lmasa. Sen ishing oddiy, men senga dastavka qiladigan nimalar beraman, sen oddiy tashlab kelasan uyga. Ha, bo'pti, demasa ko'rsating menga, nima qilaman? Mana bu yerda zakaz olinadi. Bu yerda bunday olib chiqib beraman, keyin sen tashlab kelishing kerak. Ha. Demasa birinchi zakaz nima bo'lsa ayting-a. Men mayda turgan bo'laman. Bu qancha odam? Zakaz tushdi. Zakaz tushdi. Xo'jayin. Manaqa zakaz tushdi. Aha. Короче, bitta pirog bilan anoni yetkazib berishing kerak. Asha tepadagilar hammasimi? Mana. Короче, buni 58-uyga yetkazishing kerak. O'zi bormi uy? Piyoda boraymi? Ana yerda skuter turibdi. Skutermikan bu? Mana o'zini tayyor sandiqchalari bor ekan. Voy. Davay. Ketdik emasa. A few moments later. Mana uy raqami nechi? 2000 years later. Aniq bormikan? Nimaga o'zingni ko'llikka solyapsan? Siz gapiryapsizmi? Nima bo'lsa katta qo'lang bo'ladi bu. Xo'p, men nima qilyapman sizga? Men uyim elektor. Yozilmagan-ku. Yozishdi, olib tashlaganman. Ha, bo'pti. Dastavka keldimi? Ha, kelgan. Kelmasa, sovib qolgan bo'lsa, lekin qara. Sovib qolmagan. Ay. Xudo xohlasa sovib qolmagan. Uzr. Ana. Mana
Siz dastavkangiz, janob. Ha, bo'ldi. Boshlig'i, havasini olib ketaveraymi? Da, hammasini olib ketaver. Ha, bo'ldi. O, tutla bizga ancha foyda qoldi. Endi yana qaytib boramiz. Aniq gapiradi, muncha kech kelding deydi. Ana xo'jayin o'zi o'tiribdi. Men keldim. Ha? Tashlab keldingmi aniq men aytgan joyga? Ha, Ha, yaxshi. mana o'sha pul. Hop. Yaxshi ishlading bugun. Ertaga ham zakasi yaxshi bo'ladi. Ha, Emas. nima qilasiz? Endi menga pulni berasizmi? Pulimni. Ha, yarmini beraman. Ha. Ana o'qisa yana qachondir nima bo'ladimi? Ha, ertaga bo'lib qolishi mumkin. E, Ha? yana telefon bo'lyapti. Mana. Mana. Yana telefon bo'lyapti. Qarab qo'ying. Hozir. Alo. Alo, Alo, ha. alo bilyat. Nima? Voy, Ha. qachon endi? Nima qachon? Ha, dastavkami? Nima ertalab aytganman bilan hali ham kelgan yo'q. Men esimdan chiqib qolibdi-da, nima qilay men? Mingta xayol bilan yuribman. Esimdan chiqib qolibdi. Hozir aytib boraman. Nima edi o'zi zakazingiz? Berika, bitta xotdog. Bitta morojniy. Bo'pti. Qachon keladi? Hozir kelib qoladi. Voy, kelmasa. Bo'pti. Kelmasa o'zimni vaqtda shiyman. Hop, hop. Katta morojnadan bo'lsa, undan nimadan bo'lmasa. Katta marojna qaysi ekan endi katta marojna? Yaxshilab menyularingga qarab olgan. O, Do'stlar yomon baqirishyapti-yu. Xo'jayin, o. ana $11 ortib qoldi. Ha, o'zing ishlatuv. Qanaqa ekan endi katta marojnasi? Mana o'sha shekilli-da. Katta marojna. Marojniymi bu bilmayman. Bo'pti, mana shundan bitta olibchi. Do'stlar, menimcha bugun kechqurun bilan ishlasam kerak, yana bilmasam. Bo'ling endi. Hozir saralab chiqib olay. Alo. Ha, bilyat. Nechinchi uyda? 7-uy. Hop. Короче, 7-uyga. Aha. Mana. Bo'ldi. Bitta xotdog bilan bitta marojna. Ha, bo'ldi. Yo'lda yeb qo'ysamchi. Bo'lmaydi. Ha, uzr. Hazilham bo'lmaydi. Do'stlar yemasa 7-uyda izlaymiz. Mashitlarda 9. Ha, mana 7. Kimdir bormi? Ha, kiraver. Hamma bor. Ha, mayli. Salom janob, qalaysiz? Yaxshiman, o'zingchi. Men ham yaxshiman. Dastavkaga olib keldim. Ha, solaver. Bir stak pulni olarsan-a. Ha, bo'ldi. Sizga xotdog va nima edi bu marojna dedingizmi? Xullas, men ketdim. Ha, bo'pti, omadingni bersin. Ha, bo'pti. Xo'p, yemasa daxodda nimaga olib boramiz xo'jayinga? Hoppa. Xo'jayin qalaysiz? Keldingmi? Ha. Mana oling. Yaxshi. O'zi ham oxirgisi bo'lsa kerak shu. Oxirgisi shu, ha. Mayli emasa men ham uyimga boray. Ha, ertaga beramanmi? Berdingiz bugungilikda. Ha, bo'pti, bugungilikda berdim. Ertaga ham ishlasang, ertaga ham beraman. Hop, bo'pti. Voy. Ishni ikkinchi kuni adashmasam. Soat necha bo'lib ketdi? Voy, ertalab bo'lib ketibdi-yu. Voy. Uyda qulflar jindi. Xo'jayin endi meni o'ldiradi. Chunki soat ancha bo'lib ketibdi. Bomdobda turish kerak edi. Kirishga ham qo'rqyapman to'g'risi. Inakdan-da. Ana, eshiklar ochiq qo'yamiz. Qayerda yuribsan? Assalom. Baqirmang.
Men seni kutib o'tiribman 2 soatdan beri. Uxlab qopman. Vaqtli kelaman deb turavering ertaga. Ha, uxlab qopman-da. O'zi ish nechida boshlanadi? O'zi ish ertalabki 6larda yo 7larda boshlanadi. Sen 10da kelyapsan, muncha. Ya, uzr deyapman-ku. Bo'pti, bugun dahot desa yana borib kelasan, bugun zakaz desa. Kelsa kutib tur. Yana o'sha telefon bo'lyapti. Ko'raylik. Alo. Alo, Ha, alo, hurmatli mijoz nima kerak? xullas, qarang. Ha. Menga menga xullas bitta hot dog, bitta free va bitta tovuq oyoqchasi kerak. Bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. 9-uy. Yaman tez gapirar ekan, qoyil. Qarachi bo'ldi. Mana. Bitta hot dog edi, bitta free, tovuq oyoqchasi deydi. Ha. 9-yilda yashab kelasan. Ha, bo'ldi, men ketdim. Xayr. Bo'pti. Eng tez yetkazgan jo'natman bo'lsin shu. Voy. Manaqdan chiqib ketamiz. Voy, yamalar, voy. Yamalar qaranglar. Voy. Oppa, to'xtaymiz. Qaranglar, to'xtaganimda qaranglar. Millimetr qoldi-yu mana teyishiga. Xullas, uyda kimdir bor-ba? Ha, hamma bor, kiraver. Salom, yaxshimisiz? Qancha tez keldik. Ya, endi meni bilasiz-ku, tezman. Xullas, bitta hot-dog, bitta kartoshka free и bitta tovuq oyoqchasi, shunaqami? Ha, shunaqa. Bo'ldi, emasdan solib qo'yaver sandiqqa. Ha, bo'ldi. O'zim endi uyni yeb tashlayman-da. Qancha nima olay? Bir stak olaver, endi nima ham deyman. Ha, rahmat demasa ketdik. O'sha borishimga yana bitta dastavka tayyor turgan bo'lsa, uni ham sразу yetkazib kirib qo'yamiz parkovka joyiga. Mana. Xo'jayin, короче, men keldim. Nima dedi mijoz? Mijoz mamnun. Yaxshi. Hop. Yana zakaz desa bunisini borib kelsanki, amalni beraman. Oylangni beraman. Ish tugasa-yu, kechqurun bo'lsa. Kechqurun bo'lsa-da, o'sha eslatib qo'ysang. Yana telefon bo'lyapti. Hop. Alo. Alo. Oh. Bu quyosh yondiryapti-yu. Marosha kerak. Suv bilan. Qanaqasidan? Oddiy nonga solinganidan marosha. Hop. Bittami? Yo'q, 4 ta. Hop. Bitta o'zimga. 4 ta. Hop. Hop. Bitta. O'zi dastavkachi kelsa, o'zim chaqirib olaman. Hop. O'chir telefonni bol. Bo'ldi, o'chirdim. Keyin nima dedi? Bitta suv. Bo'ldi. Ana. Mana 4 ta muzqaymoq. Tezda olib borish kerakmi? Ha, tezda. Bo'pti, men ketdim. Nechinchi uyga qaytding? Telefon qilib mijozga. Dastavkachi. Kim baqirdi hozir? Atayla ko'rib ko'rmaganlikka olib ketyapsanmi? Ber tez, bo'lib qolaman hozir issiqdan. Voy, mang, hozir sizga. Endi qo'lga berishni iloji yo'q-da. Mayli. Mana suvingiz. O'zi shu pulingiz bor ekan, mayli. Ha, bo'pti, rahmat. Yana. Do'stlar, bugungi ish kunam tugadi. Endi nima ham qilardik? Ey, yana yiqildim ashitdan. Ana. Xo'jayim shu kutib turibdi. Bo'ldimi, keldingmi? Ha, keldim. Bugun ham cho'ta ikkita nima bo'ldi? Aha, hozir senga oyligingni beraman. Bering. Biz 41 ta mayli. Mana senga 41. 32 ta edi o'zi. Bitta ana bo'lib ketib qoldi. Ko'payib ketib qoldi. Ha, mayli. Ha? Endi bu qo'ng'iroq ortiqcha. Nima?
Har doim ikkitadan bo'lyapti, endi uchinchi odam qo'ng'iroq qilyapti. Nima deb qo'yay endi? Ha, mayli oling, ilojimiz yo'q. Hop, olib qo'yaychi. Alyo. Alyo! Nima kerak? Qarasha tug'ilgan kun bo'lyapti. Bitta tort kerak. Bo'ldi-da. Yes qilamiz. Bitta tort. Yes qilamiz hozir. Bo'pti. Nechinchi o'ylang aytmadi yana. 75 ta oldi-da. 75 ta oldi-da. Hop. Tushunarli. Tushunarli. Bu katta zakaz bu. Na. Bo'ldi, ey. Emasi ketaversan. Katta zakaz bor bugun. O, Mana. tortmi? Ha. So'rolmasdan olib ketish kerak. Ha, bo'ldi, mana qo'limda olib ketaman mana. Voy, ishqib tushib ketib qolmasa bo'ldi. 75 ta oldi ekan. Ha, bo'ldi. 75 67 mikan? Xayrli kun janob. Ha. Kiraver. O, salom janob. Tortimni olib keldingmi? Rahmat. Sandiqqa solib, bemalol pulni olishing mumkin. Aha. Qachon endi tug'ilgan kun? Tug'ilgan kun ertaga, xudo xohlasa. Ha, mayli, omonlaringni bersin. Endi ketdik. Hop. Yana shitdek qildim. Xo'jayim shu kutib turibdi deyman-da. Salom. Ha, keldingmi? Ha, mana oling, bir stak. Ha, yaxshi. Bugun dohod yaxshi bo'ldi. Ha. Bugun pul yaxshi bo'ldi. Emasa menga ruxsat bersangiz, o'zi soat ancha bo'lib ketib qoldi. Ha, bo'pti, ketaver. Mayli, ertaga ish kunida shoshamiz. Bo'pti. Do'stlar, hozircha hech qaysi mijozimiz nima deydi? Bizdan norozi emas. Hammasi bizdan rozi.